Drift uchun mashina qanaqa yig'iladi? O'zbekistonda drift ko'rib chiqish necha pulga tushadi deganlar uchun, umuman drift fanatlari bu video sizlar uchun. Assalomu alaykum o'rtoqlar, 450 Drift Team kanaliga xush kelibsizlar. Birinchi o'rinda bu mashina bilan tanishtirib o'taman, chunki 2024-yilda O'zbekiston tarixida drift bo'yicha birinchi marta o'tkazilgan musobaqada vitse-chempion bo'lgan mashina bo'ladi. Ya'ni ikkinchi o'rinni olgan mashina. Bu mashina qanaqa qurilgan, necha pul ketgan, musobaqalar qanaqa o'tkazilgani haqida ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kommentlarda yozsanglar, alohida video qilamiz, xudo xolasa. Endi ichkariga o'tamiz. Bu videoda chiroyli montajli kadrlar bo'lmaydi, chunki maqsad birinchi o'rinda ma'lumot berish. Xo'sh, endi ichkariga kiramiz. BMW E36 kuzovidan drift proyekt boshlaganmiz. Xo'sh, bunaqa mashina olaman desanglar, O'zbekistondagi narxi 2-3 ming dollarga olsa bo'ladi, motorsiz kuzovini drift uchun. Agar har kun haydashga olmoqchi bo'lsanglar, E36 larning narxi o'rta holatdagi mashinalar 5-6 ming dollar turadi. Yaxshi holatdagi mashinalar 8 ming 10 ming dollar turadi. Undan qimmatlari ham bor. Xo'sh, mashina oldinglar birinchi qilinadigan ish salondagi hamma narsani olib tashlash kerak bo'ladi, chunki maqsad maksimal darajada mashinani yengillashtirish. Ikkinchi sababi yonadigan narsalar bo'lish kerak emas, apshikaga o'xshagan narsalar, chunki driftda xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Radnoy bakning o'rniga sportivniy bak qo'yiladi. Mana bunaqa alyuminiy bak. O'rtacha narxi 150 dollarlarga olsa bo'ladi, bizga qilib berishadi. Ustiga o'tamiz endi. Radnoy oynalarini, mana yondagi oynalarini o'rniga polikarbonat materialdan oyna qilish kerak bo'ladi. Uni sababi mashinani yengillashtirish, ikkinchi sababi o'sha xavfsizlik. Chunki polikarbonat baquvvat bo'ladi, shishaga o'xshab chochilib sinib ketmaydi. Mashina kuzov oldinglar. Undan keyin qilinadigan ish motor qo'yish kerak bo'ladi, yaxshi motor. Emulator BMW 3 litrli motori 231 ot kuchi zavoddan bo'ladi. Bizda hozir 2400-2500 ming dollar atrofida turadi. Bunga qo'shib korzina, korobka, displeyni olish kerak bo'ladi. Bu ham kamida 500-600 dollar degani. Akkumulyator orqaga o'tadi. Radiator, ventilyator ham 150-200 dollar atrofida ketadi. BMW E36 ning hadovoyi bu radnoy amortizatori, uni o'rniga sportivniy amortizator qo'yiladi. Kayloir deyiladi. Farqi, birinchi farqi mana gayka, mana rezba. Prujinani balandroq yoki pastroq qilsa bo'ladi. Ikkinchi farqi, mana joyini burab, amortizator o'zini yumshoqroq yoki jo'skiroq qilsa bo'ladi. Kayloir komplektida razvalniy opora deyiladi. Mana bu narsalar chashkani o'rniga qo'yiladi. Razvali regulirovka bo'ladi, lekin biz bu chashkani qo'ymaymiz-da. Bu oporani qo'ymaymiz, o'rniga mana bunaqa opora qo'yiladi, alohida yasalgan. Farqi, razvali ham regulirovka bo'ladi. Bundan tashqari mana kastri ham regulirovka bo'ladi, mana joylari yuradi. Tak. Richaklar. Bu oldi radnoy richagi. Buni o'rniga mana peredelka bo'lgan drift uchun tayinlangan richak qo'yiladi. Farqi, mana bu joyi uzaytirilgan bo'ladi. Выворот uchun bu qilinadi. Выворот degani balonni ko'proq burilishi. Выворот bo'lsa, ko'proq burilsa balon orqasi aylanib ketmaydi mashinani. O'sha maqsadda qilinadi. Bunga qo'shib, bu ham radnoy qulagi faqat peredelka bo'lgan, drift uchun tayinlangan, quloqlari o'zgargan. Ikkalovi qilinsa, o'shanda выворот to'g'ri ishlaydi. Zgon degan narsa bo'ladi. Mana bu joy yuradi. Bu mashinani kastrini regulirovka qiladi. Tak, mana bu orqa chagalari radnoy chagasidan farqi, endi bu ham peredelka bo'lgan. Zavodskoy razvali orqada 0 ga chiqmaydi. Любой mashinada BMW, Mercedes farqi yo'q, boshqa mashinalarda ham, chunki orqa razval 0 bo'lsa, mashina yo'lni yaxshi ushamaydi. Driftda orqa razval 0 bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bu chagalar ham peredelka bo'ladi. Tak, bularni aytdim. Mana sideniya kovsh deyiladi. Qolip degani 190-200 dollar atrofida turadi. Mana Kayloirlar narxi ikkita oldi amortizator, ikkita orqa 600 dollar turadi bizda. Bu endi eng arzon narxlar desa ham bo'ladi, chunki originallari 2-3 ming dollar turadi. Tak, bu komplekt mana ikkita chashka bo'ladi, ikkita kulak, orqa chaga, ikkita richak 650 dollarga olingan Qozog'istondan. 100 dollar yo'l kirasi ketgan, lekin bizda hozir ham qilishadi, 600 dollar atrofida turadi. Tak, bularga qo'shib yana gidroruchnik olish kerak bo'ladi. 100 dollar atrofida turadi. Karatka xodnik kulisi ham qo'yish kerak bo'ladi. U ham 100 dollargacha turadi. Remen ham olish kerak bo'ladi. Aniq narxini bilmayman, 50 dollar atrofida turadi menimcha. Drift ko'rch yig'ish uchun ketadigan taxminiy narx-navolarni aytdim. Bularga hali ustalanish haqi qo'shilmagan. Chunki hamma servislar, hamma ustalar har xil ish haqini olishadi. O'shaning uchun u narxlarni aytmadim.
drag uchun, drift uchun mashina yig'moqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Noldan podключ qilib, motor ходовойлari, kuzovni pokraskasi bilan 500, 700, 1000 ot kuchigacha bo'lgan mashinalarni byudjetingizga qarab yig'ib beramiz. Drift maktabim ochilgan bilasizlar, darslar Samarqandda bo'ladi. Drift o'rganmoqchi bo'lganlar murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentlarda reaksiyani qoldirishni esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.